Hürmetlik ekran aldıdaki barlık görülmen tomoshabinlar. Men Mehmetcan Abaydan hammalarga otliq salom. O'sha vaqtinglar, kashliginglar xayrli bo'lsin. Endi bugun bizning bu Go'jang shirkatiniki alayda o'rlashtirgan bu sorunda bugun men Arqasonning xizmatida bo'laman. Kuchimning baricha Arqasonning xizmatida bo'laman. Qo'llashinglarni umid qilaman. Rahmat. Allaqachon sizga taqdim qilingan chiroyli gullar, chavak sadolari balkim qulog'ingizga yetgandi. Rahmat. Mana bevosita taqdish orqali nurg'un do'stlarimiz o'zininki eng qizg'in olqishini bildiryapti, gullarni ichildirib yo'llayapti, qo'raklagan gullar sizga yo'llanayapti. Mehmetjon, uzun bo'ldi. Mana shunday sahnalarda siz bilan yuz ko'rishmadik. Lekin bir qism faoliyatlar orqali ko'pchilikninki nag'misiga jo'r bo'lib, shodligiga jo'r bo'lib, sharaflarga jo'r bo'lib, birga faoliyatlarda bo'lgan bo'ldik. Mana bugun bir sahnada turib shunday xush bo'ldim. Rahmat. Sizning naqshlaringiz menga sig'ingan. Bugun shu biz sig'ingan naqshlarni bizga bir hadiya qilsangiz. Dada. Biz bu sorunimiz avval naqshimiz bilan boshlasak. Bo'ldi. Qaysi naqshingiz bilan boshlaymiz? Avval o'rinlaydigan tunji naqshimiz hammamizning naqshi bo'lib qoldi bu. Muhabbat degan naqshlar. Ajab yaxshi. Qani muhabbatlik tuyg'ularda hayotga kulib boqqan do'stlar bu naqshni birga anglaylik. Rahmat. Birga anglaylik. Rahmat. Gün bulsa Özrayimle dilim köyso Dilrayimle bile Süygüm bulsa Özrayimle dilim köyso Dilrayımı bile seni süyen Üzmeydim diler hergizim olmuşsun Bu mecbur bile seni süyen Üzmeydim diler hergizim olmasa bu mecbur bile Endonemez her yanı caçkın Muhabbet mağlamez olgasat kule Oy avbim oyun emmez hem edep koygule Muhabbet mağlamez olgasat kule Gidin şu buluşun düdayı bir bilen Taşınağın ütne son kar dili bilen Uymağın
sağladılar. Dileymen yetişni yaxşı yar bilen. Sınıdın sağlığın yaman sözlerdi. Sağlığın hambatniye yaman gözlerdi. Yıraklar suikastlik yot nazarlardı. Dileymen yaşaşne yapadardılar. Sevgi bulusu özrayime bilen. Dilim köysu dilrayime bilen. Seni suya özmeydim dilen. Herkesim o olmasın bu mecbur bilen. Seni suya özmeydim bilen. Herkesim o olmasın bu mecbur bilen. Bir mecbur bilen. Rahmat Mehmetcan. Atan tərbiyemizdə hörümtini qığanlarının izzətini nesi qoyma degan tərbiyə var. Mən amanətlərini sizə yetkizəyə. Sizning Ablat ismlik bir şagirdingiz to'xtamay sizga salom aytdi. Bundan boshqa nurg'un turdashlarimiz nim dedi desangiz hikoyamizni eslatdi dedi. Demak bu naqsha demisimi? Shaxsan men guvoh. Oliy maktabga yeng kelgan mazgillarimda mush naqshingiz toza moda bo'lib, hammalarning ilqi xuddi maktab xo'ridek bo'lib qolganda. Maktab yig'ilishlarida naqsh eta oladigan bir savoddoshlarimiz mush naqshni sizni do'rab aytib boqadi, lekin do'rab bo'lmaydi. Chunki siz uslub yaratgan naqshchi. Bak chiroyli. Haqiqatan nurg'un odamning hikoyalari jug'urilib ketgan naqshida. Mundaqcha aytganda g'o'ri muhabbat. Nimishq shirin muhabbat demayman desangiz, oliy maktab bosqichi shu yoshlik 18 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan yoshlar eng ko'p anglagan naqshi bo'lsa, masalan shu mazgilda g'o'ri muhabbat, ochiq chuchuk. To'g'ri. Hayotning dastlabki qadamda muhabbatning qanday ta'minligini tetitgan naqshida shunga nurg'un odamning aslimlari o'rilib ketib qoldi. Agar bevosita qitish oldida ayol anglayotgan bo'lsa, ikkisining xiyol ikki yoqdan. Balkim shirin muhabbat vasliga yetganlar albatta, biz muhabbatlashayotgan vaqtimizda anglagan naqshlarda deb xo'shallik cho'mdi. Demak, nurg'unlarimizni xush qildingiz. To'g'ri. Unutib qolgan g'o'ri muhabbatlarni eslatdingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Hamda bu muhabbat, bu naqsha bu adam jini sarmaydi-ku. Ayni vaqtga shu bizning orzularimiz edi. Biz bu to'y qilmasdan shu orzularimiz bor edi. Tamam. Demak, siz o'zingizning hikoyasini o'ylab aytdingiz-da? Har qanday odamningki bir muhabbat bo'lgan bir orzusi bo'ladi-ku. Menda mushunda muhabbat degan ikkidan birlik kelgan chaq bo'ldi-ku. To'g'ri. Muhabbatni bu bir orzu, bu ikkinchi odamda bo'lish kerak bu. Shu o'zining yaxshi ko'rgan odamida bu izdiganlari o'sha odamda bo'lish kerak. U chaqdagi muhabbat buni biz ko'nglimizga muhabbat bo'ladi-da. Şunu olamda şu davırıldımı bu misalan bunu da tekrarlaydı. Muhabbet. Buna palanı gül diyen gep yok. Benim arzularım bolsa iken. Benim ümitlerim bu adamda bolsa iken. Yani bu hayatım. Çünkü muhabbetleştik. Demeklik bu hayatımız bir ömür bilinmağıdı diyen gep. Hayatımızda bağlayımız da. Meyli o muhabbetimde bizde bir naklimiz var. Bir aramçılık göç balayı kendin köngel hoş nam bilen çay içken yaxşı de. Şuna mı? Bu muhabbet degen kaynak su iş köngülün dışındaydı. Şu. Hem de nime degen çağda bu muhabbet vaqt kelgan çağda hiç nimni tanlamaydı şu bu. Hiç nimga parvo qilmaydi.
bu xuddi bizning azoblagan parvo qilmaydi. Jangovar bizning ayni vaqtga bizning jungonni ozod qilgan jangchilarimizdek bo'limi jon tasadduq qilmag'idi bu muhabbatda. Shuning uchun muhabbatdan kelganimizda xil kompyuterning ilqfon qo'chon degandek bir tam sepil so'qib qo'yishimiz kerak. Muhabbatdan bu tarafga o'tmaslik kerak. Shundaymi? Moyoq o'tgan-kilar bu muhabbatdagi bizning orzularimizning hammasiniki aloqa bo'lmaydigan taraf shakllanib qoladi. Shuning uchun muhabbatlashgancha muhabbatnoma cho'qim o'zining doirasidan chetnab ketmaslik kerak. Hamma narsaning qonuniyati bor. Muhabbat ham shuning ichida. To'g'ri. Shuningga bizning mashina bir orzu deydi. Muhabbat. Qarang, odamlarningki muhabbati har xil bo'ladi. Masalan, qiziqlar o'tirsizki muhabbatdan sirt sizga o'xshash sahnalarda javlon qilgan navbatdimi shu javlonini yo'qotmay chiroyli naqshlari bilan tirik qalblarni uyg'otib kelayotgan siznimi mana talishayotganlar bor. Xotandan deydi birlari, Qashqardan deydi birlari, ustozimiz Urumchidan deydi, ayoli Qarqashdan deydi. Hatto sizning oilangizgacha qiziqyapti. Siz nereden Mehmetcan? Men Şinjandan. İlgari bir san'atkorimiz mushnaq javob bergan. Nima degan chaqda bizdan biz tavbat olmaymiz. Chunki bizni Qarqashdan degan bo'lsa, bizni yoqtirib deydi. Yoqtirganlar. Hammalar o'zining tavalligiga tortyapti-da. Yoqtirganligidan bizni tortadi. Qashqarga olsak misol maralishlik deydi. O'qsuga olsak men ovatlik demda, ovatlik deydi. Jurtingizmi chiqqan-a? Menda jurt yetkuchi bor. Shuni to'liq qabul qilaman men. Shu men Şinjanlik deysizdan, ha? Bo'ldi. Biz navbatda sizlar yaxshi ko'radigan, biz yaxshi ko'radigan Şinjanlik kuychimiz Mehmetcan bilan shunday yaxshi suhbatlar bo'lyapmiz. Sazan yigitlar sizlarga rahmat. Bir turlik aslimlarimizni qo'zg'atib Mehmetcanga yar bo'lib, nayt güzel melodiyani birlikda o'rindab berdinglar. Xo'sh, endi biz ikkinchi melodiyaga ko'chaylik. Endi siz qaysi naqshingizni taqdim qilasiz? Endi bizning ikkinchi qo'ydigan naqshimiz 8 deyetini o'qiymizmi? Yaxshi. Bizdan biri men o'rtirib tursam bo'lamdi, ruxsat bormi? Voy bo'ladi. Siz qanday erkin tursangiz shunday bo'ladi. Chunki mening shu mening eng yaxshi mening men bo'lib turayotgan o'sha oltimni shakllantirayotgan mening o'sha jangchilarimiz shu. Bizdan shu sarkarlarimiz bo'lganligi uchun bizning ishimiz nayt belan shakllanyapti. Shuning uchun alaqan birimi deydigan naqlarimiz vardı, ta chiqsam jiddiylashib qoldimi, buni olib qo'ya bir yerga. Yomon sayrab ketdi. Hasrat netpasun, Majnun netpasun, to'xtatmay kelib chiqadi. Shu ishlar fursatda yoribas, tamatqish yo'q, lekin mana birdan o'qul bo'lgan o'zi. Men hozir doktorxonadan kelishim. Shu boya diqqat qildim siz. Og'ir zukomdab ketib, bizning nomerimizni hozir bu shu nomerni kechiktirishga bo'lmaydi, yo'tkashga bo'lmaydi. Cho'qim qilishimiz shart. Demak, va'dani o'rindashning o'zi muhabbat. To'g'ri, to'g'ri. Shuningga og'irib qolgan bo'lsak-mo, kuchimizdan yetishicha nima degan chaqda bizning bir shuarimiz odam samimiy bo'lish kerak-ku. Samimiyligimizni deb keldik. Endi bizningki shu avval men shu bizning musiqa guruhimizniki sazandalarimizni bir tushuntirib o'tsam, tanishtirib o'tsam. Bo'ldi, men turib bir ko'ray sazandalarni. Bizningki bir muzikadan boshlab qo'ygan nima çalsanlar çalib. Qani? Bizningki bunu sazın çalayotgan sazandinimizning ismi Ro'zjuma. 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 Ro'zjuma jamoatimiz ko'pqirliq muzikantimiz, ha? Bizning elektro real çalayotgan elimizning ismi Akramjon. Akramjon, rahmat. Akramjonni qarshi olamiz. Akramjon. Bizning yaxshi gitar mayirimiz ham, yaxshi ham naqsh o'rlovchimiz, ha, bu yaxshi naqshchimiz. Mardan. Qarshi olamiz. Bizning elektronlik gitarchimiz Yusufjon, ha, bizning peshqadam gitarchimiz. Yusufjon qarshi olamiz.
Bizden yeni asaslık Real Mahirimiz bizden en yaxşı ustazımızdan şagirti, Mahmud Sulayman ustazından şagirt oldu, Nur Muhammed. Qarşalımız Nur Muhammed. Bizdeki şu küp tanlamaydigan bir sazın çaldıganımız var ya yukarı köy töven. Fakat hiç qanday ciddi yok saz endimiz. Erşad. Qarşalımız. Bizdeki elektronik basçımız, çalgıcımız Merdan. Merdan qarşalımız. Hopa onundan. Düz. Bizdeki Çat Mudumbaqa, çal mahirimiz, uzaq müddetlik bizden hamkorlaştığımız Umar. Qarşalımız. Hamda yana bir muhim gap nima degan chaqda? Har qanday bir tijoratchining yaxshi bir xaridorisi bo'ladi. To'g'ri. Shundami? To'g'ri. Buni bu bizniki muzikantlarimiz ham mashina ichida ham bor. Bizning eng yaxshi nimamiz tomoshabinlarimiz. Tomosha qiluvchilarimiz, To'g'ri. Shundami? Bular bizni tomosha qiladi. O'zirlandi san'atlarimizdan. Endi biz tamoman halimiz o'rnimizda turib qo'yib, bizning ekran oldidagi bizning anglarimizga bir salomimizni yetkazsak. Birga yetkazaylik, Rahmat. Rahmat. Söyümlük sazandlarımız sizlar bo'g'ash naqshi yiqimliq degan uchurni Malika ismli bir to'rdishimiz avatdi. Mana muzikantlar bo'g'ashqa naqshlar yiqimliq deb. Demak, ajr yedi qolmaydi. Sizlarning bu ajringlarni ko'rib to'rdashlar tushum-tushlab gullarni avatyapti. Rahmat. Xo'sh, Mamatjon apandi kuylaringizni seg'in to'xtaydi. Endi o'rinlamoqchimiz o'rinlamoq bo'lgan naqshni azroq tushuncha bersak, bu bir muhabbat. Deydiki, kutgun muhabbat. Kutgun muhabbat. Kutaman. Kutaman. Nima degan chaqda? Abayqi muhabbat bizning ayni davrdagimiz, necha yil oldidagi davr muhabbatimizda. Hozircha bo'lsa, mana hozir hamda mushu hozirgi muhabbatimizni tinch, sog'lom, go'zal, xotirjam o'tkazib, mushu hayotimizni oxirlashtirsak ekan deydigan orzu bu. Bu mening emas, tamoman hammamizning orzusi. Shundami? Men shu ko'pchilik uchun birdek bir orzuda chiqib qoldik ekanmiz-ku. Hamda o'rinlaydiganimiz naqsha kutaman. Bu yangi yozilgan naqsha. Yana bugun mening toz mijozim toz yaxshi emas. Lekin kuchimizni bericha o'rinlaymiz. Bir xizmatda bo'lamiz. Rahmat. Rahmat. Xo'sh. Hamro bo'lg'in yor menga o'zi kutaman. Sevindim shirin so'zlarini kutaman. Hamro bo'lg'in
yar bana özüm kütüme. Sevindim şirin sözlerini kütüme. Yüreğimin alem feryat kılar senin veslinge. Yalğızlıktan öler buldum kütüme. Yüreğimin alem feryat kılar senin veslinge. Yalğızlıktan öler buldum kütüme. Senin bilen ötmek arzuyumdu. Sana bağlanan muhabbet takdirimdi. Muhabbetten ötmekti ben kalender gibi. Aşığımdan söygüsü baktır şirin gibi. Muhabbetten ötmekti ben kalender gibi. Aşığımdan söygüsü baktır zühre gibi. Şirin gibi, Leyli gibi. Billah ötken küllerimiz hem tüllerimiz. Tüttam şoktan üstü yedip öylerimiz. Billah ötken küllerimiz hem tüllerimiz. Tüttam şoktan buradan al bir çenelik cay iskağını. Çürüde piştiler etken oyla rahatını. Buradan al bir çenelik cay iskağını. Çürüde piştiler etken oyla rahatını. Bağın bitti, Zeynep yok, kalk oldu. Hikayedek aşığı yok, meşgul buldu. Bağın bitti, Zeynep yok, kalk oldu. Hikayedek aşığı yok, meşgul buldum. Sadık özüm muhabbetke can vermem. Vədimizge vədi koştum yar seni kütüme. Sadık özüm muhabbetke can vermem. Vədimizge vədi koştum yar seni kütüme. Can seni kütüme, gülüm seni kütüme.
Uzun ketib va'dan qolgan yo'llarim uchun tez kel yayrım bu men uchun nima tortqun Uzun ketib va'dan qolgan yo'llarim uchun tez kel yayrım bu men uchun nima tortqun Muhabbetine tetlerinin azat eyle Azlı kaldı bu canlarım yüzün kağıt göre Muhabbetine tetlerinin azat eyle Azlı kaldı bu canlarım yüzün kağıt göre Dardımga yeter, sen halimga yeter Seni görgen gözlerimden baxtlikman Sen men üçün can verirsen hem bilmem Seni görgen gözlerimden baxtlikman Sen men üçün can verirsen hem bilmem Yığlar yürek Yalğızlıqdan keçilərin ağırı Köp yığlatma Fərhatımda tez gəl güzel Yığlar yürək Yalğızlıqdan keçilərin ağırı Köp yığlatma Qəribində tez gəl güzel Yığlar yürək Yalğızlıqdan gecelerin verir Köp yığlatma tahirimde tez gel güzel Bu hayatım sen bilen güzel Bu dünyarım Sen bilen güzel Rahmat Vay 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 En köp izilgan bir yığız sözünü de bereyim İsil 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 Kızıl güller bilen örünüp İsil İsil Rahmat. Ondan keyin sizga shogird bo'g'iz kelganlarmi bo'ldi? Ustoz qabul qilib shogird bo'latdik dedi. Naqshlaringizdan hozirlanganligini to'xtamay aytdi. Rahmat. Ustozim Ro'zajikamdimi faxrlanaman deb sazandlar ichida. Ustozdan faxrlanganlarmi chiqdi. Mana andan keyin sizning shu naqshlaringizdanki tekist muzika qismlarini bak hurmat bilan Mehmet Ali ismli bir to'rdishimiz teksti muzika sajab yaxshi yozilibdi ekan. Naq maydondagilar bak yaxshi o'rinda dedi. Mana shu naqshning teksti muzikasi kimdan? O'zim men qilgan. O'zingizdan. Ha. Endi muzikaninki tekstninki muzikaning asosi cho'ng qurilmasini tayyor qilamiz. Endi bir konjani biz tayyor qilgandan keyin buni jon shu ishiga tushdi. Paydozlaydigan yerga kelamiz. Kelgan chaqda bu paydozlarni mening buni shu kenimda tug'an mening yaxshi sazandlarim, yaxshi hamkorlashlarimga avval rahmat aytaman qo'pong'ondan. Mana bu naqshininki shunday go'zal bo'lishi, chiroyli kelib chiqishi, ham yiqimliq bo'lishi, mana shularning kuchi bilan ro'yab chiqdi. Ustolarninki sizlarga rahmat. Bizning ekran oldidagi barliq ko'rayotgan ko'rinmalaringizga rahmat. Mana bizningki hozirgi naqshimizningki güzel buluşuğa, naqshimizning eng güzel bezakchilikini asos ustiga olgan san'atkorlarimiz mana. Har qanday rahmat mana. Necha kunlik, bizning faqat 3 kunlik
Müzikimizin neticesi. Bir qat mana müşnaq asası var, talanты var. Müzik olgan sezimi en yaxşı olgan bolganlığı üçün hiç vaqt ketmesdilla. Müzikin müşinci royapqa keldinglar. Rahmat. Bunun dinken hamkarlaşımız bunun da köp boladı. Onun kendinden bizge müşindaq bir yaxşı sorulunu hazırlagan. Müşindaq sazandarimizdan birlik keladigan. Mana bu ballarni bizning bu şirket, Go'jan şirketi Ürümçi teklif bekleyen. Ben bu yerden geldim. Şunu ona biz hemkarlaş arqılıq bir müzik tayyor qildik. Yana bu şirket kim o? Bizning bu sorunni, mushu sorunni hazırlab bergan Go'jan. Go'jan şirketiga alayda rahmat aytaman. Rahmat. Rahmat sizlarga. Mana bu muzikantlarimizning kelgan o'rni Qashqar diyoridan keldi. Voy, yurtdoshlar. Salam. Mana bu muhim ishni unutib qoldim ha. Mana Qashqar diyor. Azizani Qashqardan kelib biz bilan hamkorlashib, shunday bir go'zal san'atlarni ro'yobga chiqardik. Rahmat. Azizani Qashqarning havosini ep kelibsizlar, hidini ep kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Mana Mamatjonga shunday chiroyli naq maydonda tankash qilib beryapsizlar. Ko'pchilik bak huzurlanyapti. Eng muhimi mayli sazandilarimizga bo'lsin, mayli Mamatjon o'zingizga bo'lsin, bak yaxshi tilaklar kelyapti. Mushu Atush Aqto'dan bir Ablat ismli shogirdingiz yomon to'xtamay salom qilyapti-da. Endi yetkizdim qarindishim. Men salomingizni to'xtamay yetkizib turyapman. Xo'sh, Mamatjon, bayatin bu naqshni o'zingizning ijodiyat ekanligingizni aytdingiz-a. Muhabbatimiz o'zingizning ijodiyatimi? Undaq bo'lganda, bugun Go'jan guruhi o'rlashtirgan alayda söhbət, mana shundaq bir didar g'animat fursatlarimizda siz asosan o'zingizning ijodiyatlarini taqdim etishni o'ylashdingizmi va yoki boshqa ijodiyatchilarning emgak mevlarimi bormi? Bu nashtonda men shu san'at sohasiga kirib, o'rgangan usulliq naqshidan 2 dona naqshi bor. Birisiga Gulmaram shu 2000-yilda o'qigan. Buni aynı vaqtda o'rgangan usulliq naqsham shu edi. 2004 mi bizning Adil Mamtuminning kechiligiga mana sen bo'lsang bo'ldi degan ijodiy naqsham bilan bu Xolidam degan usulliq naqshini shu chaqda men bu asli dutor naqshisi-chi. Men undan burun o'sha uyda real Diyanatchan bilan bir ag'inam aka turibdi, bir usulliq bir jezusi bor ekan. Shu chaqda tushib qilib uyda ancha-muncha balo bilan so'rini o'qib qo'ydim. Bizdan bu Adiljondan kechiligiga 2 naqshini hadiya qildim. Xolidam bilan shu sen bo'lsang bo'ldi degan 2 naqshni hadiya qilgan. Xo'sh, bizga hozir qaysini hadiya qilasiz? Hamda abasiz deganga bu 2 naqsha bizningki yaxshi san'atkorlarimizdan bizga miros hadiya qilgan naqshchu. Bizning vazifamiz nima degan chaqda? Avvalgilardan biz o'ttirdikilar keyingilarga saq bo'lgan, sog'lom bo'lgan bir mushunaq san'atlarni qoldirib qo'yish majburiyat vazifamiz bor. Hamda men ko'p naqshani o'qiyaolmaydi ekanman. Ama şu usulluq naqshda o'qimasam faqat bo'lmaydi ekanda. Bizning haliqi o'rtosi, mansi usul o'ynaydigan, naqsh o'qiydigan biz tabrik bizga. Nima so'z deymiz bizga? Bizga qilingan tabir so'zda u. Alohidligimizda bizning Madhiya so'zi. Madhiya so'zi. Bizning bir alohidligimiz shukan hamda. Cho'qim usulluq naqsh o'rganmasak bo'lmaydi ekan. Men asl bu naqshlarim hammasi bo'lsa-hamda uylanmaytamda muzik olib qolgan bo'lsa, oldin men bo'lib qoldi ekanman. O'ylanmoz. Şununla hem de usulluq naqshidan 2 naqsh o'rgandim. Birisi Xolidam degani bizning shu chaqdagi ustozimizniki bir tutda lirik naqsh edi bu. Keyin buni usulluq qilib men 4 kuplet, qolgan kupletni evitib turib, haliqi xo'shalliq taraflarini asos qilib turib, qilib turib, yig'inchoqlab bir usulluq vaqt vaqt emasmi? Haliqi 3-4 minut bo'lmasa, uni da eshib kesim usuluna qadar tushib ketib, so'rin beka qildi shu ekan. Buni vaqtni ratlagan. Olam hozir hamda biz Xolidam nima, Gulmaram nima, ikkilisini o'qiymiz. Birisini oldiga birisi birini kelib turdi. Shuning uchun qanday qilish kerak degan chaqda bizning tarixi uzroq bo'lgan Gulmaram degan naqshimizni avval o'rinlab, Xolidamni keyiniga so'rinni yig'idg'aga kelib qo'ysak, o'yiniga shu ketamiz uni. Qayda? Bo'ldi. Undaq bo'lganda hozir taqdim qilmoqchi bo'lgan naqshimiz, usulluq naqshimiz Xolidam. Undaq bo'lsa, to'rdoshlar, bunda qilaylik.
naqshini anglab mung bo'lib o'tirib ketmay, chunki bu mung bo'ldigan naqsh emas. Mamatjonning bu naqshimi ko'pchilikka bak dangdar, ko'pchilik yaxshi ko'rdi. Bo'lsa oila bo'yicha to'r ochiq bo'lgan sharoitda naqshini anglagash hammanglar usulga tushinglar, harakat bo'ladi. Rahmat. Bugungi bevos taqishning hadiyasini sizlar qabul qilinglar, harakat bo'lgash, billa xo'tan sho'xlayli. Xalidam. Gulmaram. Hozir Gulmarammi? Hozir Gulmaram. Hozir Gulmaram. Manda yosh kichikroq naqsha Gulmaram ekan-ku, Gulmaramni o'rilib o'tib, Xalidamni keyin bo'ldi. Qaydan? Ma'qul. Bulamda? Ha, keldik. Attım deryama gülüm erem Leyli velem çökümeydi canım nerem Leyli velem çökümeydi canım nerem Sen yarımın mutları gülüm erem Yok bulaydı üçmeydi canım nerem Yok bulaydı üçmeydi canım nerem Yazılan xetimini gülüm erem Müddete ayrılıp gitti acının merem Sana yazılan xetimini gülüm erem Müddete ayrılıp gitti acının merem Bundaş kızlı ademi yok gülüm erem Kadrinize cepti gülüm erem Bundaş kızlı ademi yok gülüm Kadrinize cepti gülüm erem Allah gülüm erem canım erem Bana geldi bu erem gülüm erem Allah gülüm erem canım erem Bana geldi bu erem gülüm erem Ha! Ya! Kanı sayıraq ketsən, Mışqalar bu dəbdimə Bağda bubul sayırsa, Sənni gəldi dəbdimə Bağda bubul sayırsa, Sənni gəldi dəbdimə Bağda güller açıldı, Hoş buraklar çiçildi Kızıl güller açıldı, dün cumardan çiçildi Şümge girip kapsanı miskini kımdır içildi Şümge girip kapsanı miskini kımdır içildi Gülüm erem, benim erem, canım erem Rahmat Voy rahmat Güller kayni-kaynidan uchib chiqib ketdi ya Xuddi ilqi gullarni sizga bergi qilib chashqan kabi Bak chiroyli gullarni otdi Mushu salomni yetkazmay desam teximish jaziga o'chagan Umarjon sizga biraylan bak salom aytib ketdi Xatning tez o'tganida men shu igisini tez topolmay qoldim, ha? Ama igiz yer tug'anki mushuni ko'rgan chaqavan.
Mevlan isimlik bireylen salam etipti. Onundan başka Dapçı Prim. Gelinizde. Dapçı Prim. Bana sizge salamlar etti. Mehmetcan'ın növbetdeki kuylarini mındaqça aytganda pədazlab bizga en güzel alati ko'rsatayotgan haqiqatan sazandlarimizning kuchi bor. Sizlarga har biringlar salomlar kelyapti. Kechiringlar, ayliqi xat bak tez, uchiri bak tez. Shunga ko'zimning yara berish o'qiganimni deb berib turdim. Xo'sh, Mehmetcan, yana naqshingizni seg'indiq deydi. Xo'sh, to'xtamay gul aytyapti. Bizningki shu ko'rilmanlarimizga ekran supsidan bizning hozir ikki xil tarqitish bo'ladi-ku. Naq maydondan keyin aparat kirib, aparatdan tarqit chiqmayapti. Abay men bir qitim kelib, bizning Tursunjon ukamga dedim, mijozim yo'qdi ukam. Mening mikrofonimga buni merdonni o'tag'izib qo'yib turib, ishni bir tanishib qilib bergan bo'lsangiz, men bir doktorxonaga berib kelayotsam, bo'ldi-ka, siz beravering. Men buni qilay dedi. Endi bizning mush ovozlarimizning shunday chiroyli kirishi. Chunki bu bizning ko'rinmalarning oldiga elektron tok orqali tanishib ustun o'tgandan keyin yetadi u yergacha. Nima degan chaqda mushunday ovozni go'zal yetkazib beradigan bizning bir orqa saptiki bizning bir muhim bir kasbdeshimiz bor. Ekranga chiqmaydi bular. Bular chiqadi, u faqat chiqmaydi. Ekranni keyinda turib eng kuchli qag'uchi. Bizning operatorimiz qana harakatchan operatorimiz bizningki shu keyingi so'ringa operan. Bizning aşağıda o'tirgan ikkinayin bir ag'inimiz bor, Xansu ag'inimiz, Tursunjon. Ag'inimizning ismi nima? Shoujan. Shoujan. Shoujanga Tursunjonga rahmat. Bizning oyada bizning shu obrat tanishib yetkazayotgan operatchilarimizning qishiga operan. Bu bolalarni ko'rsatdim. Ularga rahmat. Nima degan chaqda har odam bulup mushundaq elektron davrlarga kelgan chaqda uyda o'tirib mushundaq muzikadan huzurlanishni mushu fan tadqiqot deymiz, taraqqiyotimizning kuchi. Mushta taraqqiyot kuchimizdan foydalanish uchun mushundaq bilimlik odamlarimiz bo'lgan chaqda, mushundaq kasb ahillarimiz bo'lgan chaqda bizning bu ishlarimiz ro'yobga chiqadi. Shuningga bu tarafdan bizning orqa saptiki muhim xizmat sardoshlarimizga rahmat aytaman. Endi bizningki muhim naqshani jiq o'qisak qo'lida. Shundami? Naqshani jiq o'qiymiz. Nima degancha biz menga xizmat qilib chiqdik. Maqsadimiz nima bo'lsa bizning chunki bo'libmi meningki bir fikr qilsam, men bir tijoratchi-ku. Men san'at kasbida tarbiyalangan emas. Azroq qonda bor ekan bu-chu. Azroq qadar, masalan bizning san'atchilarimiz qo'kuyda chalmaymiz deydi. Hozir qadar tushunmayman buni. Qaysi kuy, nima deb atildiganligini. Men tutdayman, chal deyman da anlab baq, meshakala deyman. Tushib ketaveramiz. Hamda hisoblab kelgan chaqda yerlik sozandagi men tushuman, ha? Shundami? Ben rasmiy yerlik sozandagi, san'atchiga tushuman. Xalq san'atkori. Xalq san'atkori, ha. Zag'ir tilda esaq shu. Xalq san'atkori edi. Bizning kim, bu mening kenishkamni bizning tomoshabinlarimiz bo'lgan. Tamash qo'g'uvchilarimiz Guldasta mushuni avatqanlar bu unvonni bo'lib bergan. Bu men mushlarni maktabida o'qib, mushlarga imtihon bergan. O'tdim imtihondan. Hamda nima degan chaqda ba'zi ishlar biz o'ylamagan yo'ldan bo'lib qoladi ekan-chi. Men o'zimga hozir qadar san'atda ustoz tutib boqmadim, lekin ma'lum ustozlarimizning naqshlarini men o'zimga ustoz tutib, shularni o'qish orqali naqshining qandoq bo'lgan chaqda bizda ijro bo'lish oldik o'tadi degan narsalar bizdan tarbiyalangan. Masalan, bizning Eminjon Yusuf ustozimizning naqshi sening ko'zlaring degan. Bizning Xarus Ashraf ustozimizning Tursunoy degan naqshi. Tursunoyni bakchiq talab qildingizmi? Boyadan beri gapni o'zlamay qoldim. Endi biz abay deb o'tdim, xafaolmay menga bir suluq qaynoq suvdan bir yetkazib bersangiz bo'larkan. Qaraganda shu nafas yo'l azroq. Ig'riq. Menda azroq emas, ig'ir ekan hozir. Fasl o'zgarganda darsab qo'yib abayningiz yomon bir yaram qilib ketdim. Urumchi kelmagan do'stlarimiz balkim to'rlardan uqdinglar. Urumchida ma yaqinda qor yig'ib qoldi. Yozda qishni kutib oldik. Mehmetjon qaraganda sovuq tekkizib olgan bo'lsa kerak. Endi shu biz o'ylamaslikdan sal beparvoroq yashaymiz endi. Shu. Nipizroq yurib qolibsiz-da. Qalqi davran zammayl yig'ib ekan, biz uxmay talash qilib sapdiq. Shuna bilan qonun peshvalari bilan anchumit igiz pes bo'lib. Mal yoz qilib o'tibman, qish qilib o'tiribman. Men sevitayman ajabanni. Ama taqdim tushgandan keyin men sal
Maqul. Şu Tursunay degan naqshni bek talab qilib ketyapti-da, Mamatjon, yetkizmay desam texi qarang. Endi men deb qo'yay. Ma Tursunayga biz kelishib olmagan. Kelmagan to'q. Endi biz ma bolalar ko'p anglagan bu naqshni-chu. Abay deb o'tdim. Ma bolalarni madan naqshti desek, anchimiz kelib ketalaydi. Shuningga kuyni topsanglar. Jikuymu, dekuymu deyapti mana. Mamatjon chilinglar deydi ekan. Bak qiziq emas to'fqama. Rahmat. Ha. Qarindoshlar, mana sizlarning talabinglar bo'yicha Tursunay degan naqsha aytilmoqchi hozir. Manda müzik deganning hammasi bir yerda tushmaydigan bo'lmasa bo'lmaydigan yeri bor. Oshnaning jidi yo'q ana. Qayerdan chasoq keladi? Abay nima dedingiz? Chikiti yo'q, jing dedingizmi? Yürün Tursunay bo'ldi. Ey bechor. Tüven mi var? Tüven bo'lganda? Bizning sazandlarimiz to'xtamay tanshak olib beryapti-da. Chunki men ovoz bilan saz bir yerdan chiqmasa, yaxshi bir naqsh bitmaydi. Xalidam degan naqshini ablikim oxirlash naqsi qilib aytib berdigan bo'ldi-ya, xotirjam bo'ling. Sizning jiq naqshlaringiz bor ekan-jimi, Mamatjon? Hasrat chekdim. Töhmet Qurboni degan naqshlarni aytib bersa bo'ladi deydi. Men lekin eng Töhmet Qurboni degan 11 minutlik naqsha u. 11 minutlik? Ha, uni o'rlaymiz. Qismliq naqshkanda. Ha. Qismliq naqshga. Abaq naqshi 8,5 minutlik, 9 minutlik naqsha, siz diqqat qilmadingizmi vaqtiga? Men mung bo'lib, fikr ketibman. Men o'sha munglikdan uqmay yezib o'tib qoptiman-da, bu necha ko'pni sanamay yezib sapti ekanman. O'qimay amal bo'lmadi. Gitmen yerakları var Yarımdı göremeysen Ben gittim yerakları var Yarımdı göremeysen Kediyene yerime bak yara Yarı emdi görelmeysen Asıltanlar. Ben gene yerime bak yara Yarı emdi görelmeysen Ha yerde sen Tursunu ay Ey biçaremiz gena Süygeni yayırım Tursunu ay 15 günlük bunun ay Yegildi, pes buldu Gün kayır
Qayrildi kenç buldu Al yegildi pes buldu Gün qayrildi kenç buldu Orlağımız bak yirak Görüşmekке tez buldu Orlağımız bak uzak Görüşmekке tez buldu Qayerdesin dursun ay Ey biçare meskin Söygen yayrın dursun ay 15 günlük doludu ay Sazımını çalma Sen aytkan akşamga Ben sazımını çalma Sen aytkan akşamga Yüreğimni vermeymen Seni ayırmadın başkaga Öz gönlümni vermeymen Seni ayırmadın başkaga Qayerdesin dursun ay Ey biçare meskin Söygen yayrın dursun ay 15 günlük dolu ay Ey biçare meskin Rahmat. Sizga rahmat, sizlarga rahmat. Ayni vaqtda Tursunay ismli muhabbati bor, yaxshi ko'rgan qizi bor o'g'illar uchun ajoyib bir aslimlik naqshida bu. To'g'ri. Undaqcha aytganda 3 bo'g'imliq ismi bor qizlarga tushdi ekan. Masalan, Mayra ism bo'ldi ekanda. To'g'ri. O'zim masaj Mayra deplamangiz o'g'irib Mayra o'g'anga to'yib ismini o'tkazib yurmangiz a. O'yinda deyman. Men faqat naqshining ismiga qaytib baqdim a. Mundaqcha aytganda Köpünce adamlar, gapni tatib oldim. Bir naqshining ismida chiqqan chaqda biz ana esiyatchan ekanmiz-ku. Akapni ismini chetib oldigan-ku. Mushundammi dedi. Abay deb o'tdim. Tursunay degan bu naqsha uzoq muddat burun yozilgan naqsha ekan. Bizningki yaxshi san'atkorimiz, ijodiyatchimiz Akbar Qahramon vag'inam dediki, adash bu bizning Xarus Ashurov ustozimizning naqshasi. Hem o adamın turmuş, akil davrlik naqshasi bu. O adamı aytgan biz 20 yil, 30 yil aytgan naqshada bu. Ular aytgan naqsh o'qgan davrda marş xarakterlik naqsh ekandir-chi bu. Akordeon, gitar, aytgan naqshlar. Demak, men de buni naqshini yoqtirib qo'ydim-chi, o'zim bak yaxshi ko'rdim. Aytish orqali men de shu naqsh etsam da bizning o'ylig'lar chirdi bu naqshashni ular bizning o'yinlar maslahat to'p chiqadi-cha bu. Deb sizning naqshingizmi deydi. Men aniq dedim. Bu naqshni chiqargan chaqdimi men? Masalan, sening ko'zlaring Tursunay, to'y bo'ldi degan bir naqshimiz bor. Bizning hozir deymiz to'y bo'ldi degan bir naqshimiz bizningki İbrahim Qurban. 90'dagi bizning Ahmad Ag'inam bor, bilasizlar? Bilaman. İbrahim Qurbandan. Aslida bu to'y bo'ldi emas. Qo'y bo'ldi endi yiroq turmandan degan-chi o gapini. Men buna ya tekst kim dedim, endi menda to'y bo'ldi. Sam yiroq tug'i.
degan ma'noni berib va muqandikin İbrahim aldı adash yaxshi yopdi. Texim yaxshi yopdi, texim tushunishlik bir mazmun qopdi-da. Shu chaqda uqolmayman buni televiziya stansiyada biz e'lon bergancho. Berish orqali mushu tekstlarimizni yozgan yaxshi shoirlarimizga, mushunda yaxshi melodiyani qoldirib qo'ygan musiqa ijodkorlarimizga alohida rahmat etib, agar bo'lib qolsa men bilan aloqalasin deb telefon nomerini hamma qoldirgan. Shu chaq shirkatning adresini muhabbat studiyasi bilan aloqalasin debchi. Nima degan chaqda har qanday bir narsaniki ro'yobga chiqish uchun nurg'un kuch badallar bilan keldi. Og'zimizni jumlaq etib, mana shu og'zimga kelgan o'qivasa qo'maychi. Bu kimning? Buni kim yozibdi ekan? Bu nereden paydo bo'lgan naqsh ekan? Ijodiyatchiga bo'lgan hurmatda. Ha, bu ijodiyat axloqi, san'at axloqini surib, mesela tijorat axloqini nizomimiz bizningki qanday bo'lish kerak ekancha, tijorat axloqimizda avval samimiy bo'lishimiz kerak. Bu san'atga tushdi. San'atdimi samimiy bo'lish kerak. Bu samimiy deganga isil deydi mana. Bu nayt zo'r bir so'zchi bu. Kang, doirasibek kang. Hatto biz oilamizda samimiy bo'lishimiz kerak. Oilamizda ota-onamiz qo'ygan samimiyligimiz, o'zimizningki juftimiz qo'ygan samimiyligimiz, farzandlarimizga qo'ygan bir samimiyligimiz, shundami? Bu samimiylik bak muhim ish. Shu samimiylikni do'stlik odam 100 euro qo'lida. Nega bo'lsa birga bir deydi u. Bir ish bo'lib qolsa, ikkinchi bir odamni agashtirmaydi-chu. Mush odam ko'rib, mush odam qilib ekansa, voy bo'ldi tugidi hamda bo'laverdi deydi. Nima uchun? Odam samimiy bo'lganligi uchun. Shuningga samimiy bo'lish kerak. Yine ticaret şuarlarımızda nait elaki ahlakını dost tutsak oldu. Man to'xtatib tutanlar buz chiqamanglar deb qo'yinglar To'sinjon. Va kanallarım aransiyalamda. Am san'at yuziga kelgan chaqda degan chaqda mushundaq yaxshi san'atkorlarimiz ketib qoldi. Endi bu ketish ulardan boshlang'an emas, bizga miros qolgan emas. Bu hammamizda bor ish. Lekin yashash axloqimizni yutolmasligimiz kerak. Ketgan bo'lsa-mu, ashlarning ajr amgaklarini ta'riflab turishimiz kerak. Ularga rahmatimizni yetkazib turishimiz kerak. Ham rahmatlab turishimiz kerak. Ammo ko'proq qilib ekrandagi tomoshabinlarimiz, tomosha qiluvchilarimiz, ma kaynim bo'lib qolgan pat-pat, chunki men yenimda naq mal bo'lgandan keyin pat-pat kaynim bo'lib qolgan-ku. Avval sizlardan huzur so'rayman. Shuningga bu san'at sohasidami? Mushundaq naqshni o'qigan chog'imizda kimning san'ati ekan? Kim ishlab ekan bu musiqasini, shundami? Deb so'rab, to'g'ri. Ikisidan ijozat ilib, ruxsatni ilib, bizlarga nima bo'lsa, banchani avval banchani qalbimizga kelishimiz kerak. Axloqimizni to'shqizsak, unda jiqnas ketmaydi-ku. Shundami? Isil deydi buni. Ha. To'rdashlar isil deydi. Aytdim. Shu yaxshi sozni, musiqani ishlagan ustozlarimizga rahmat. Mushundaq tekstni yozgan ustozlarimizga rahmat ham. Mesela en chiroyli o'rinlagan ustozlarimiz, mesela Avlikim Yangoq ustozim jiq o'qigan bu narsa do'stinanchi. Oshunda yetkilishimiz sababchi. Non ulug'im rahmat deb hammasi bir qor rahmatimni aytib, shu chaqda bir necha 4-5 naqsh o'qiganchi. Endi abay birsi bizga bir madabdika to'y bo'ldi degan bir naqshni gapini qildi. Hamda buni faqat men musiqasi yo'q. Bizning avtobolimiz burun qana qildi ekan to'g'risi bir haruvga chiqib o'tgan bo'lsa, harvu eshakmi 6 qitim 7 qitim o'q berib kelgandan keyin qolgan qitim o'z tip ketalaydi ekan-ku o'yini. Shuni ular yostiqni beshik qo'yib qo'yib, putni olmay qo'yib, degan kelim menga ekan. O'ngni etib o'q berib qoldi ekan. Shu menga charliqda o'qiydigan naqshlar bor ekan. Ko'ngilni xo'sh qilib o'qiydigan. Shu qatorni eslab o'tibmiz. Bir kuplet o'qib birman. Tuhmat qurboni degan. Tuhmat qurboni degan nima? Bir kuplet. Ma'qul. Ötüney senden beni taşlama, aşk gözüne nah yaşlama. Ötüney senden beni taşlama, aşk gözüne nahak yaşlama. Bulup kalarım ben tuhmet kurbanı. Sen gidip kalsan ah ne ayrıma.
Bulup kalarmen Tuhmet kurbanı Sen ketip kalsan Ah ne Kaçırma cana Mendin özünü Her nefesimde Küren seni Kaçırma cana Mendin özümde Her nefesimde Kürayım ben seni Bulup kalarım ben Tuhmet kurbanı Sen gidip kalsan Ah ne hayırlı Bulup kalarım ben Tuhmet kurbanı Sen gidip kalsan Ah ne hayırlı Sen gidip kalsan Söygümni Karlıma Rahmat Rahmat Endi mushundan naqshida. Endi sizga bo'lgan ta'riflarni o'qisam, vaqt bak o'tib ketadi. Rahmat. Bak ko'p rahmatlar keldi, tashakkurlar keldi ya. Chunki men mushundoq meni yaxshi qo'llovchilarim, yaxshi ta'rifchilarim bo'lganligi uchun menmi mushu ballamni biladi. Men samimiylikni jon tasadduq bilan qabul qilaman ham ijro qilaman. Men buni g'eshimni aralashtirmayman. Hatta dedimki, bir doktorluğuma nait mağa teklif sözünü berdi-chu. Siz eğer gelingiz aqqullab, bir qaqqulab, men bizni bir maj gapni qildigan debdi. Ama gel men ko'tarib yurgan bilan gelni igisi saqlatdi, men bormasam bo'lmaydi. Desam kulib ketdi. Cho'qim barsiz dedim, bormasam bo'lmaydi. Deb o doktordan ruxsatni oldim, yenib keldim. Hamda abayqir nimaga tuhmat degan bu naqsha. Bu bir muhabbat ko'rgan bir iltijo. Chunki nima degan chaqda muhabbat bir muqaddas ism. Muhabbat bizning avval ota-onamizdan boshlandi. Ota-onamizdan yongandan keyin qarindoshlarimizga keladi. Qarindoshlarimizdan yongandan keyin angizi bizniki sevgi oshiqlarimiz boshlandi. Uchinchisiga keladi. Ondan farzandlarımız keladi, do'st birodarlarimiz keladi. Shuningga muhabbat hatto bizdan mana bu tutib olgan mikrofonimga alohida bir muhabbatim bor. Shuning uchun buni nega bo'lsam ishlaydigan qilib beringlar deydigan bir talabim bor-ku mening. Cho'qim bu ishlamasa bo'lmaydimi? Chunki bu muhabbat mikrofonga bo'lgan bir muhabbat. Ovozimizni tegishliga yetkazib berdi. Yalğız yetkazolmaymiz bu ovozni. Shundami? Hamda bir naqshi bir nima yaqin to'qa, nima? Bekar degan naqshni tayaqan, lekin men shu bir ishni qana qildim degan chaqda tekstni bir ikki tekstni unutib qolibdim-ku. Yozib oldingizmi hamsa? Ha, buni telefonda men dedim ayolimga. Siz darhol
bu Evet, bir Misrani yazıp telefonumga vet bergen. Men okuğucu ezip gitip kalmay desem, evet diken. Mana bu mu muhabbet? Bu bir muhabbet. Çünkü ne olsa Mena bir inim talipçanda bir inim var bek bilen maralışlık inimde telefonu kutu çıkım işini köygen buluş mümkün. Bana hazır sahneye çıkışım için hatta ben doktorxanadan okul udurup anıqıp boğucu bu benim kimlerimden tartıp hemen tayaqıp esip ekip tayaqıp duruptu. Bunun rahmet. Mışında bir köyümcan, mehriban, her tarafını köp oylaydigan bence qarab bir kerak o'rinroq. Hem de hatta uyning ko'pincha mas'ul ishlarni o'zi qiladi. Hamidim, charmidim deydi o. Teshimde rahmat taqmay demeyin. İçimde de rahmat içimde deymicho. Bugün tunji qitim debsizda, ha? Bugün tunji qitim debsizda. Ha, men tunji qitimda ayolimga rahmat deb baqaman. İsmi nima? Ayjamal. Ayjamal, agar bevosita taqishni ko'rayotgan bo'lsangiz, rahmat. Mehmetcan bugün sizga en güzel rahmetini aytdi. Menimcha bir ayol kishi uchun en yaxshi orduq nima deganda, shu birliği so'z rahmat. To'g'ri. Nima uchun degan chaqda aytgan saharlarda qo'pib farzandlarimizni oldini yasliga, oxirlarini maktabga to'shiydi. Maktabdan tushib bo'lguncha 5-10 minut burun bechara berib, o'z berib, ep keladi. Yig'ish yetkazishni tab yig'ilishcha shu mas'ul. Hamda azizlarimizga shu 2000 bu naqshini 2002-yil, 2001-yil, 2002-yil bizni olim Abdusupur og'ancha bu ovozni. Shu ap bo'lgan. Biz buni bozorga solish emas, tijoratchilar o'zimiz onlaymiz deb tayyorlagan naqsh edi. 3-4 yil taqilish orqali bu naqsha angize qo'choqlarga qo'choq kirgizgan desa, men hozirgi udarim tarqitish chektirishning mas'uli Dilshod. Shu qilgan shu. Shu chaqilda bu naqshini parchalab anglab, birsi majnunni yaxshi ko'rsa, birsi muhabbatni, birsi ketni yaxshi ko'rsa, birsi va'dani, va'da degan naqsh qilibdi. Va'da misolan pushaymon talmirdim shuncha yarning yo'liga. Va o'yin bir naqsh ekan u. Shu bir 7-8 naqshlayapti. Bu muhabbatning asl ismi Tilak edi. Tilak. Bu naqshning asl ismi Tilak. Bu naqshi Tilakda bu keyin bir balalarning ondan bu muhabbat deb bir naqshi yo'qkan degandikin, anglasam bu meni aytgan naqsham ekan. İsmi nima ekan desa, muhabbatkan dedi. Shu chaq debda yozib qo'ydimcha, ismi muhabbat bo'ldi deb. Chunki nima bo'lsa, ko'p odamning, ko'pning qo'ygan ismi tanlig'ini eng oqilona, to'g'ri ham loyiq keldigan ism bo'ldi-chu. Shuning uchun muhabbatiga markini men oldim. Sizning taxallusingiz nima? Bormi yo'qmi? Men taxallus qo'yib boqmadim. Mush muhabbatni taxallus qilib qo'ysangiz sizga bek tushamdikin deyman Mehmetjon. Hali qidiramiz dedingiz, Qashqarda biz ko'rishgan chog'imizda. Siz dedingiz, haqiqiy muhabbat kuychisi bizning muhabbatchan abaydi. Hamda shu chog'da men ko'p yerda anladim-ku. Haqiqiy muhabbat kuychisi degan chog'da ko'nglimda bir tuyg'u ayon bo'ldi. Bu har qanday ish, mayli yaxshi ish bo'lsin, yomon ish bo'lsin, el nazardan qochonmaydi-ku bu. El nazardan qochonmaydi. Shuni anlab nayt suyundim. Nayt yana xush oldum. Nima degan chog'da mundaq bir ta'rif so'zlar bu endi yomon uzoq muddatli davomlashadi. Uzoq muddat. Buni biz tasavvur qila olmaymiz. Endi hozir burun saqlash tasdi bir narsani. Hozir taraqqiyot davrida. Hammadan birdan telefonda saqlash, yomon jiq narsani saqlab yashab o'taylik ekan. Shunami? Bunga ko'p rahmat. Endi sorunimiz qaytib kelsak, bu bekor degan naqshni o'rinlaymizmi? Mataya bo'lulay, ha? Sülgüle bulğanı bilen açılmasa
bulur bekar. Sülgülüm bulğanı bilen açılmasa bulur bekar. Yar yanıda bulğanı bilen kalbide bulunmasa bekar. Kalbide bulunmasa bekar. Yar yanıdan bolğanı bilen kalbide bulunmasa bekar. Kalbide bulunmasa bekar. Tenimge kesen çatlasa ya daresi bulunmasa bekar. Denge kesen çatlasa ya daresi bulunmasa bekar. Askanlı yüreğimge yayırmadan başkası bekar. Seni yaradan başkası bekar. Her bu askanlı yüreğimge yayırmadan başkası bekar. Yaradan başkası bekar. Muhabbet saklaş üçün iraden bulunmasa bekar. Bak muhabbet saklaş üçün Çin iraden bulunmasa bekar. Yargı sadıkı bu yüreğine yirip verme geçme bekar. Yirip görme geçme bekar. Yargı sadıkı bu yüreğine yirip verme geçme bekar. Yırıp görme geçer bekar. Külgeni bilen yüzlerim külmese kalbim bekar. Külgeni bilen yüzlerim külmese mecbure söygeni bilen yar söymese bulur bekar. Yar söymese bulur bekar. Mecbure söygeni bilen yar söymese bulur bekar. Siz söymesen bulur bekar.
Yar söymese bulur bekar, siz söymese bulur bekar. Rahmat. Rahmat. Mehmetcan tekst unutup qalğan Naqşlan Ayjamal əvətib əmiz spika. Rahmat. Ayjamal sizga rahmat. Şundaq bir çiraylıq naqşini mana tekstin azraq unutup qaptı ekan, siz yollab beripsiz. Biz bütün bir güzel naqşini yana qayta bir anlap chiqdik. Rahmat. Xo'sh, sizga rahmat tilaklar bek ko'p. Unda, mındaqçı, mening ayolim xotandan-chu. Ayjamal xotandan. Bizden ayrılıp turduğu vaqtlarımız var. Aynı vaqtda ben 10 yılga yaqin xotanda turdim-chu. Bizden yenip kelishimizga qaynotimiz kasalgan bo'lib qolib, biz yenishimizga imkoniyati bo'lmay qoldi. Yo'qda turdik. Men Urumchida turib qolaman birdan, u xotanda turdi. So'ng bir naqshyapti. Hasrat chekdim deydigan. Shuning bilan buni nima qilamiz? Hasrat chekdim degan naqshni o'qib, buniga men bir kuplet qo'shib qo'ydim-chu. Va'damga vafo aylab keldim yana malanga. Va'damga vafo aylab keldim yana xotanga. Sen uchun tayyor qilgan beg'imning guli bo'lg'in. Epkitay seni, epkitayyor seni Urumchi shahriga deb. Buni ahang bundacha naqshining tikisini mash deklamasiya qilsak tas kelmaydi ekan-chu. Masalan, va'damga vafo aylab keldim yana malanga. Va'damga vafo aylab keldim yana xotanga. Sen üçün tayyor qilgan beg'imning guli bo'lg'in. Hepki tayyor Urumchi shaharga. Hepki tuman Urumchi shaharga. Sen üçün tayyor qilgan beg'imning guli bo'lg'in. Hepki tayyor Urumchi shaharga. Hepki tuman Urumchi shaharga. Hasrat çektim. Sana sığındım. Hasrat çektim. Sana sığındım. Yarına sığındım. Sana sığındım. Rahmat. Hamda şu bazen gap so'zini shunday naqshimizni ifodalab o'tadi ekanmiz-chu. Sig'inishlarimizni shundaymi? Chunki nima bo'lsa bu bizdan boshlangan ish emas. Avvalgi ustozlarimiz muhabbatlarini shundaymi? Sevgi oshiqlarini ifodalash uchun shu naqshlarni ifodalab faqat qamlashtiramaganlar xat yozib bo'lsin avatidik endi-chu. Shundaymi? Kaptaga qistirib, kaptaga qistirib qilib dipap qilib degandek 15 kunda berib 15 kunda kelib degandek bir oy o'tib ketib degandek-chu. Hozir yomon ish dönşendilar, shirt edi qilib. Shu hamma javobini olamiz-da. Mushamda nimasi? Va'damga vafo aylab keldim yana malanga.
Sen üçün tayyor qilgan beg'imning guli bo'lg'in, epki tayyorisini Urumchi shahriga. Bu bir ko'plikni qo'shib, bu naqshni mukammal bo'lgan bir Urumchining naqshi qildik. Qana bo'ptimi? Bo'ldi, ha? Qashqarning bo'lib ko'ngli kelmaganda. Muhabbat bilan tug'ilgan. Muhabbat bilan tug'ilgan Qashqarliklar azalda muhabbat kuylaydiganlarni bak azizlaydi. To'g'ri. 5-da bir gap bo'lyapti. Mardan siz bak yaxtab ketdingiz, Qashqarning kuyog'i ekansiz-ku. Men Qashqarlik emas deganingizmi? Aşağı işligil bağın. Demek Qashqarning aş tuzini yegan-da. Ha, bo'ldi. Hamda bunda bir alqa seriq vapas keladi deydigan gap bor. Buning rangidan chiqib turdi-ku. Ma rangidan chiqib turdi. Qana azizani Qashqar deb tursa meni men emas deb. Biz boramiz deb boramatimiz va seriq. Sen o'zing naytib ko'nglingni indaymiz. Xo'shliqni tushuntirishing kerak. Chunki nimiz azizani deb bu naytib bak qimmatli qism-ku bu. Shundami? Şununla sanatimizden ki 80% Qashqardan paydo bo'ldi. Ha, shundami Ömercan? Bo'lmas bizdan xotindan ustam. Ayında to. Fikr bormi yo'qmi? Hech qanday gap yo'q, ha bo'libdim da. Ha. Hamda taqshaqmi qildik. Bu meningki Mardan bu fikam. O 2006-yilmi? Shundami? Shu chog'da biz Muratjonning bir kechilik bo'lib qoldi 90da. Bu telefon qildiki, aka, bir kelgan bo'lsangiz deb. Ben buraya fikam depiniz. Şikital inşan yılı aldım. Ya ben anlaydıgan ağaçı. O köpekçede anlaydıgan inşan yokken o oturup çıkıp dikemiz ço. İnşan yılı aldım. Merdan yılı bana fikam çökülüp gidimizde falan. Nakşının başlaydı o. Nereden başlayayım ben dedi. Gitardan başlayırsan küyün tapamayın dedi. Aslında bir köp ben biz abakadaki bir mısra okuyayım ben. Kaçtı bu kırdı. Şunla bir gitar bilerle tükütümüz nakşını. Elakı. Umum muhabbet diyen nakşiyeti he. Seni menden ayırmakçı qaysa şumpelek. Değil mi? Yolğuz bir nakşılı uğurluğun toq. Ayşını eslap bakımız mı? Bir kopilik mi? Ma qağının olmaş qıma alcıma ama merdan bıraktım fırsat bir anlama. Sazen diyense içi yaman kildi kençe Ayşo. Edisli tatı ölüp, edisi eli ölüp koşkul koymay. Yolğuz mangol koymay. Bugün ken qosak bop turamsızlar. Bulup mu sen şu an? O tuluk hem yergiçeli ütüp kapsat ken sen. Qaysi kuylikimiz? Bugün mizazım tadı yoksa sen tüverek başla ya. Seni menden ayırmakçı qaysi şümpelek. Tozup gider mu gül bulup, tozup gider mu kül bulup, arzu bu tilek. Seni menden ayırmakçı qaysi şümpelek. Tozup gider mu kül bulup, arzu bu tilek. Bu yüreğim kan yığlaydı seni geçsen eğer. Ben seninle ayrılgıca ölsem bulmamdı. Bu yüreğim sar yığlaydı seni geçsen eğer. Ben seninle ayrılgıca ölsem bulmamdı.
to'xtaydigan boshqa odamlar har qancha uchadigan ay üssü kunlar öksüb yig'lab to'xtaydigan boshqa odamlar har qancha uchadigan ay üssü kunlar ah muhabbat muhabbat qiynaldi jonlar men sedimdi ayrılgıca ölsem bulmamdı ah muhabbat muhabbat qiynaldi jonlar men seningden ayrılgıca ölsem bulmamdı muhabbat muhabbat seni gidip qiynaldı jonlar muhabbat muhabbat seni gidip qiynaldı jonlar seni gidip qiynaldı jonlar Vah, Shurek Badi. Rahmat. Isil ko'pchik ketdi. Rahmat. Bu muhabbat deganimda hammamiz o'sha Qur'onimizga yetganlar, shundaymi? Bu muhabbat deganda odam yolg'iz qolgancha qiynaydi-ku. Adam bachaqni gap so'zlar o'tkazgul oldi ekan. Shunda yolg'iz qolgandan keyin bundan dard adamlarga hech kim teng kelmaydi. Ha? 18 qavatni tugib chiqsaq, lentayda o'taganda, o'g'izda o'taganda, xiyol ya, qachon tushib ketizlar karimiz yo'q. Buni bir ko'plik qolganda o'qimabdimiz. Ma yerim kuy ko'targan gapni deb qo'ymabdi ekanman. Masalan, sig'inishdan choram yo'qdir, ey yor, men seni. Bu yuragim her sig'inishdan choram yo'q yarın. Bu yuragim zar yig'laydi izlab yor seni. Bu muhabbat her kechasini qiynaydi meni. Yar seningdan ayrılgıca ölsem bulmam. Wow. Degan büyük muhabbet bu ha? Ha, bu muhabbet shundaq bir. Shundami? Ha, endi charchadingizmi? Mushu Choy ichib olasiz. Nimada mushalqi san'at kelgan chaqda ba'zi ishlarni o'zimiz tut. Abayaq masalan naqsha qo'yib ovozim qonqib boshqaga ketdi hozir. Chunki har qanday ishning nuqsonsiz ishdan bo'lmaydi. İnsanın özü bir nuqsonsizchu. Ayb. Nuqsonlikdan. Ha. Nuqsonlik. 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 İnsan har qanday qadamdir bizni xatolik chiqib turdi. Shu xatoligimizni tunusak biz yaxshi yo'ldaymiz. Bizning doimiz ha. Avvalmida degan. Xatolikni tunugan yo'ldosh bu yaxshi yo'ldosh deganchu. Chetga qiqib o'tmasdan, mush xatolikni tunugandan keyin to'g'ri yo'l qaytgan bo'lsa, buni biz qabul qilishimiz kerak. Oramizni qo'shimiz kerak degan. Shunoga her qatam xatolik o'tkazgan xatoligimizni ustidan pushaymon yeb bir to'liqlash to'g'risiga qaytsak, endi biz yaxshi. Shunami? Ayıpsiz inson bo'lmas, tol qayrılıdı sunmas. Bilib ayıpni yapsan, rahmeti ba unutilmas. O'sha adamning bir ayibini yopib qo'yib, ochmasdan o'tib ketsak, odamning qalbida biladi-ku. Bizning oshining ayibini bildiganligimizni biladi. Yipib o'tib ketganimizdan teximi obdan biladi. Qalbiga bukidiki rahmatini o to'xtamay bizga yetkazadi. Shunami? Shuning uchun biz shunday bir apuchan bo'ladi. Qana? Rahmat. Men endi 4 naqshga biz 5 naqshga paylan qattiq naqshimga 8-9 olib ketdi meni. Qayda bir naqshga bakan bo'lgan ekan. Lekin Xolida degan va'dingiz bor. O bor.
Onu çokum orlaymiz. Aşvadan orundaylı ya. Bizniki ona yığınçaqlıqqa orlaşmaqda bir naqshini tayaqqan. Tayaqqan naqshimiz nima? Va'da, ha? Bir muhabbat deganda çokum avval va'da bo'lmaydi. Va'da bo'lgan chaqda muhabbat amalga oshadi. Va'damizni bir amalga oshiruvdilar. Qaydan? Men sen shu sahnaga chiqqan chaqda oyoq puturimni uyam-yo'g'im bilan etib tashlayman. Mush ko'rinmallarimizda to'g'ri tushunib aytgan bo'lsa, menga birli putlashadigan bir simbacho. Qachon yaqin kelib qolsa yotib yurdi. Endi Söyledim üzmeydin böyle tellerimde mehkem kucağına Sılık kına red kılsam seni Kasem kılga idum uyğla Hoş oldu Kızının günüme lezzet eder her bir tünüme Şirin eder kılgan sözüme Duymaz eder karab yüzüme Şirin eder kılgan sözüme Uymaz eder karab yüzüme Kasam tütküllü kümmeden Suyuşularım bir türlü kümmeden Sağ yürekken otların esseler Söymesem zor Sen söygümden Tartıveler Maksat ki yettim Ey kasem okur ya Sen söygümden Tartıveler Maksat ki yettim Ey kasem okur ya Sağ yürekken Otlarına selam Suğa saldım Otlardan elem Sağ yürekken Otlarına selam Suğa saldım
otlardan ele sen söygümne tartıp ele maqsadga yetdim ey qasam uxur ya sen söygümne tartıp ele maqsadga yetdim ey qasam uxur ya sen söygümne tartıp ele maqsadga yetdim ey qasam uxur ya 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 rahmat rahmat agar imkonim bo'lsa shu avatilgan gullarni birdan yulib ilib sizlarga tutatdim sizga tutatdim rahmat menimcha men sizlarning avatgan gullaringlarni yetkizdim nurg'un tilaklaringlarni yetkizdim ko'pchilik endi bugun Muhammadjon ya'ni muhabbatjon azroq og'riqda lekin yana biz uchun Ko'jan guruhining alohida o'rinlashtirgan bugungi naq maydon tarqitishida va'dasiga amal qilib va'damda turmaganlardan bo'lib qolmay deb naq maydonga salomatligining yor bermasligiga qaramasdan kapto sizga rahmat Mamatjon. Endi salomatligingizni eshsaq to'xtatsak lekin ko'pchilikning ehtiyojini eshsaq yana davomlashtirishimiz borda. Ash yana va'dangiz bo'yicha Xalida. Bo'ldi. Shuna kelamdi. Undaqda mushu ko'rilmadimi desak, mushu eng oxirida biz mushu Xalidam degan bir mashrab doshlarimizni o'rlash orqali bizning bu nimamizni oxirlashtirgan bo'lsak. Bo'ldi. Bo'ladimi? Bo'ldi. Ko'pchilik o'zra asli oxirlashtirmasak yaxshi bo'ladi deysizlarning umidinglar bo'yicha, lekin yanil vaqt e'tibori bilan aram oldigan vaqtlar kelib qelyapti. Eng muhimi Muhammadjonning bugun salomatligi degandek yaxshi emas. Shunga o'zaro oyigan ko'ngil eng chiroyli ko'ngilg'u. Rahmat. Ondan sonra barcha azizlarni tomoshabinlarimizni ham tomosha qiluvchilarimizni bir maydon eng oxirgi nomerimiz Xalidam degan bu usulluq naqshimizni sunsak birga bir o'zirilib o'ynash imkoniyatlarimiz bo'lsa abay bizning riyosatchimiz degandek o'ydi bir aqol usulli o'ynab qayda Razak rahmat unda olsa muzikamizni boshlab ketgan bo'lsak Gülüm Halidem Bustan zekinek Mağlayık sen Halidem Kümlünde gedek Vay vay Halidem Bustan zekinek Mağlayık sen Halidem Kümlünde gedek Aldımda Arap Halidem Kaşığa güydüm Arkadan qarab Xalidam saçingga ko'ydim Arkadan qarab Xalidam saçingga ko'ydim Tegman degan Xalidam so'zingga ko'ydim Tegman degan
degan Xolidam so'zingga kuydim ajoyib xumadi ko'zingga kuydim bek ajoyib xumadi ko'zingga kuydim Önünüzde kitip varsam Xolidam nağme sadası Önünüzde kitip varsam Xolidam nağme sadası Ben buktu dep sorsam ne toyunun navası Ben buktu dep sorsam ne toyunun navası Nöme desen de Xolidam köyüdüm ben sana Nöme desen de Xolidam köyüdüm sana Dostanı bulup tarkalısın Alemez cananım Dostanı bulup tarkalısın Alemez cananım Cerenlik yük oynaydıkken Tağdağırdaki sayda Cerenlik yük oynap ketti Tağdağırdaki sayda Xolidam kızı tuğulup Özgeni çok dedigen cayda Xolidam kızı tuğulup Özgeni çok dedigen cayda Kız Kaşgar gibi ağanda Denenime değişken Güzel Kaşgarga bağanda Denenime değişken Oğlum beni tegmezdi bu Xolidam vədə verişken Oğlum beni tegmezdi bu Xolidam vədə verişken Nöme desen de Xolidam köyüdüm ben sana Nöme desen de Xolidam köyüdüm ben sana Dostanı bulup tarkalısın Ademez cananım Dostanı bulup tarkalısın Ademez cananım Dostanı bulup tarkalısın Ademez cananım Ademez cananım Ademez cananım Ademez cananım Rahmat. Hamda en ahırda Muşunda çıraylık nakşımızın usul Muşuna bizden Adilcan Memtim işleyen çoğu Akurtaş tuğan çağda Adilcan Memtim'in bəgən Adilcan Memtim'in çoğun rahmat yetişimiz gerek kada Nima degan çağda men bir kersi hağını men ijat qilgan bilan Muşda çelish kelgan çağda endi muşu naydi jushqullik qilib adamning ko'ngliga tegadigan damal usul qo'padigan qilib to'g'rimi yaxshi bir usulgan o Adilcan'ım ko'p rahmat bir ishlab berdi bu muzikani hozir oz degancha 7-8 bo'ldi yetyaptim bu naqshini rahmat anda olsa oxirida men yerda tursam barcha sozandirimiz o'rnimizda turli dast tursak hamda biz shu tomoshabinlarimizni tomoshaquchilarimizdan 2 soatdan ortiq vaqtini malol qildik biz bir naqsh o'qib beramiz san'at o'rinlaymiz deb hamda barcha azizlarga avval bizningki ovozimizni ovoz qilib muzikalarimizni joyida yetkazgan Tursunjoyinim sizga ko'p rahmat xizmatishingizga rahmat bizning Mamtimin suratga oluvchi Mamtimin ko'p rahmat bizning mushu naqshlarimizni uyda o'tirib bemalol telefonda yon o'tirib turib ko'ra oladigan sharoit yaratib bergan yana bizning bu ko'jan guruhininki bizga mushundaq bir so'rin hozirlab berganiga chin ko'nglimdan rahmat aytaman yana bir qitim ko'rishguncha azizlar
Salomat bo'linglar, xayrlik bo'linglar. Xo'sh. Bizni bir uzatsangiz bo'ldimi sahnadan? Muhabbatjon. Xo'sh. Sizni men muhabbatjonlar deb atayman. Menimcha shundaq deyishimga ijozat berdi ko'pchilik. Muhabbatjon ham muhabbatjonga jo'r bo'lgan, sizlarga o'xshash muhabbat elchilarga rahmat. Endi men oxirida tuvanki bir kuplet she'ri bilan bugungi nahmaydan bevosita tarqitishimizni oxirlashtiraman. Menimcha bu she'rni muhabbatjonga sovg'a qilsak bakmi arziydi. Rahmat. Ey go'zal ah kaptar sapiring qayan, uchib o't yinimdan to'xtig'im bir rat. Mamuq paylaringdan tashlag'in bir tal, yazay shu suyimlik janonimga xat. Piyingni tekkizib issiq qinimga, qog'ozda yurakni qalay ishorat. Sen jazman yetkizgin chunki xitimda, yoshirdim qalbimdan cho'nqur muhabbat. Rahmat. Agar u bir tatliq uyquda bo'lsa, xitimni qoldirib asta uchib ketdi. Rahmat. Menimcha siz bizga nisbatan muhabbat elchisi. Rahmat. Muhabbatli kuylaringiz to'xtab qolmasin. Yana davomli bizning nidolarimiz, bizning o'ylaganlarimiz, bizning muhabbatli tilaklarimizni yetkazib bo'lmagan chaqlarimizda ilhomlaringiz bizga madad bo'lsin. Rahmat. Yaxshi ijodiyatlaringizni ayamang. Rahmat. Qadrli do'stlar, Kuychi bevosita tarqitish orqali tarqitilayotgan Kojan guruhining 30 kunlik bevosita tarqitishning bugun 8-kunidagi bizning dangliq naqshchimiz, muhabbat kuychimiz Muhammadjon Abay bilan bo'lgan tatliqqin suhbatimiz, lirik naqshlarimiz mishada oxirlashmoqchi. Albatta, bizning kuylarimiz davomlashadi. Biz bugun Muhabbatjonga bir iltimos qildik, kuylaringiz to'xtab qolmasin deb. Kaptalarni misol qildik, menimcha kuylar to'xtab qolmaydi. Biz atidagi 9-kunlik bevosita tarqitishimizda yana Kojan guruhininki alohida o'rlashtirish bilan yuz ko'rishimiz. Men qirindishinglar Mahira Abdug'ini. Atiman sizlarni Kojan guruhi o'rlashtirgan bevosita tarqitish kanali orqali kutaman. Xayr do'stlar, amon bo'linglar. Sizlarga rahmat sozandilar. Muhammadjon, amon bo'ling, tezroq saqayib keting. Rahmat. Xayr do'stlar, amon bo'linglar. Kashliginglar xayrlik bo'lsin.